Hammaga salom do'stlar. Do'stlar, bugungi videorolikimizda Binance Spot'dan Copy Trading orqali qanday qilib savdo qilishda ko'rsatib o'taman. Do'stlar, videoni oxirigacha ko'rsangiz batafsil ma'lumotga ega bo'lasiz. Biz hozir mana targiblar bo'limiga kirib olamiz. Kirib olgan paytimiz qarang, mana Copy Trading bo'lim bor. Shu bo'limga kirib olamiz. Hozir bu narsani sizlarga Spot'da qanday qilib bajarish kerakligini ko'rsataman. Yuqoridan Spot tanlaysiz. Menda Spot tanlangan. Va qarang, misol uchun hozir sizlarga hammasini ko'rsataman. Misol uchun mana bu birinchi trader oxirgi 30 kunda 13% foyda qilibdi. Umumiy 30 kunlik, ya'ni panel, ya'ni foydasi $41,515 foyda. Hozir mana shu misol uchun trader 1000 talik joy ochgan copy trading uchun. Bu 1000 ta ham to'liq to'lgan. Misol uchun mana 1000 ta to'lgan. Keyingisini ko'radigan bo'lsak, mana bu ham 1000 talik ochgan, lekin 940 ta odam o'zining joyini band qilgan. Endi hozir mana shu birinchi traderga hozir $949,273 umumiy, misol uchun shuncha pulni savdo qiladi. Ya'ni 1000 ta odamning puli mana $949,273 pul kiritgan. Shunday misol uchun savdo qiladi. Keyingisini ko'ramiz. Bu misol uchun mana 20% foyda qilgan. Oxirgi 30 kundagi paneli $30,126. Bu yerda misol uchun qarang, keyin ham $427,886 misol uchun umumiy pul kiritilgan. Shuni ko'rasiz. Endi hozir misol uchun qolganlarni ham ko'ramiz. Endi foiz yuqori bo'lgan yangi traderlarda ko'rib o'tamiz do'stlar. Keling misol uchun mana bu traderni ko'ramiz. Bu trader misol uchun 48% foyda qilibdi. 500 talik joy ochgan. Hozirda 304 ta odam joyini band qilgan. Umumiy misol uchun $136,365 hozir pul kiritilgan. Ya'ni mana shu 304 ta odam pul shuncha. Endi agar qo'shilaman desangiz do'stlar, mana bu Copyright degan tugmani bosasiz. Hozir sizlarga qo'shilish haqida qisqacha bir ma'lumot beraman. Qanday qilib stop loss qo'yiladi, hammasini ko'rsataman. Mana kirasiz. Kirib olgan paytda do'stlar qarang. Copy Tradingda misol uchun minimalni $100 ko'proq miqdorda pulingiz bo'lsa qo'shilsangiz bo'ladi. Mana $100 misol uchun yozasiz, necha pul bilan qo'shilmoqchisiz. $100 dan $50,000gacha tanlab qoldirasiz hamda mana avtoni qo'yasiz. Avtoni qo'ygandan so'ng do'stlar qarang. Ya'ni avtomatik sotib oladi. Ya'ni mana shu trader misol uchun qaysi coin sotib oladigan bo'lsa, sizda ham xuddi shu coin sotib olsa bo'ladi. Endi mana bu yerga miqdorni belgilaysiz. Ya'ni bu nima degani? Bu degani misol uchun mana shu trader bironta coinni sotib oladigan bo'lsa, necha pullik olish kerak? Shuni yozasiz. Misol uchun $10 dan boshlanadi. Misol uchun har bir coin sotib olgan paytda $20 sotib olish kerak deysiz. Qo'yasiz. Buni misol uchun mana 30 kunlik qilib qo'yasiz. Ya'ni 30 kun davomida foydalanaman deysiz. Keyin qarang. Bu yerda mana stop loss qo'yib qo'ysa bo'ladi. Misol uchun ba'zi bir coinlar minusga chiqib ketadigan bo'lsa, mana 0% dan 95% gacha stop loss qo'ysa, va misol uchun mana 10% stop loss qo'ysangiz bo'ladi. Keyin qarang. Bu trader mana shu coinlar bilan savdo qiladi. Do'stlar, endi bitta narsa aytib o'tishim kerak. Misol uchun juda ham oramizda bitta narsaga ahamiyat berish kerak. Ya'ni spotda savdo qilayotgan paytda halol coinlar bor hamda harom coinlar bor. Do'stlar, mana bu juda misol uchun endi ba'zi bir coinlar misol uchun mana bu PEP coin'i harom coin deb eshitganman. Yana qanday coinlar bor? Misol uchun mana bu STRK degan coin ham menimcha harom bo'lsa kerak. Yana ham bilmadim. Misol uchun, lekin bu yerda misol uchun qaysi biri harom coinlar ham bor orasida. Buni misol uchun ko'rasiz. Misol uchun mana YGG degan coin ham harom coin hisoblanadi. Bulardan misol uchun tahrirlab chiqsangiz ham bo'ladi. Mana bu qalamchani bosib tahrirlab chiqasiz. Endi tahrirlab chiqqaningizdan so'ng mana bu ikkita galchkani qo'yasiz va qo'shilib olsangiz bo'ladi. Qarang, keyin bitta narsani aytib o'tishim kerak. Umumiy foydadan mana shu trader 10% foydani oladi. 10% foydani oladi. Misol uchun siz qo'shildingiz $1000 bilan. Misol uchun bir oyda 50% foyda bo'ldi. $1000 50% $500 foyda bo'ladi. $500 dan misol uchun 10% ni olib qoladi. Ya'ni $50 foydani oladi. Shunaqa tartib do'stlar, misol uchun bemalol qo'shilib olsangiz bo'ladi. Hozirda misol uchun meni hisobimda $100 yo'q. Hozir hisobimda $50 pul bor edi, lekin qanday qilib qo'shilish kerak, qanday qilib misol uchun nima qilish kerak, hammasini misol uchun tushuntirib o'tdim deb o'ylayman. Do'stlar, xohlagan paytda qo'shilib olib, xohlagan paytda misol uchun chiqib ketsangiz ham bo'ladi. Hozir endi qo'shilganimda qanday qilib chiqishni ham ko'rsatdim, lekin mana Copy Trading bo'lmay o'tgan paytda o'zim misol uchun qo'shilgan trader ko'rinadi. Mana White chiqish tugmasi ham bo'ladi. Bemalol misol uchun xohlagan vaqtingiz chiqib ketsangiz ham bo'ladi. Xuddi shunaqa tartib do'stlar.
copy trading orqali savdo qilib borsangiz ham bo'ladi. Do'stlar, videoroligimiz yoqqan bo'lsa, bitta like hamda kommentariy hamda Telegram hamda YouTube kanaliga a'zo bo'lib qo'ying. Sizlarga qiziqarli ma'lumotlarni chiqarib boraman. Hammaga omad.